Gruziyaga kirish uchun kerak bo'ladigan 3 ta asosiy hujjat. Gretsiyada sizdan qachon qaytishligingiz haqida обратный bilet, turistik страховка, gostinitsa bronni so'raydi. Undan tashqari cho'ntagingizda yetarlicha pul bo'lishi kerak. Gretsiyada suhbat shundan iboratki, qachon qaytasan, qayerda yashaysan, qayerlarda aylanasan, kasal bo'lsang kim davolaydi, qancha puling bor, nima uchun Gruziyani tanlading? Xullas, mana shunaqa savollar bo'ladi. Kimga hujjat masalasida yordam kerak bo'lsa, bemalol WhatsApp, Telegram raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin, kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Gruziyaga kelish uchun hech kimni sizga yordami kerak emas. Faqat rus tili, ingliz tilini yoki хотя бы bitta tilni yaxshi bilsangiz, bemalol kelishligingiz mumkin. Til bilmasangiz Gruziyaga kelmang. Kimdir sizga 800, 900, $1000 berman, kirgizib qo'yaman desa, hech kimga ishonmang. Hech kimni yordamsiz bemalol hech qanaqa firmalarni hatto yordamsiz Gruziyaga kelishingiz mumkin. Yana eng muhim narsa shundan iboratki, shuncha odamni qaytarib yuboryapti, meni ham qaytarib yuboradi degan qo'rquv bo'lsa, pasportni kontrolda siz bilan suhbat qilganda siz hech qanaqa hayajonga, qo'rquvga tushishligingiz kerak emas. Ular bu narsani biladi. Tartib qoidasi bo'yicha hammadan bir xil hujjat so'raydi. Rossiyadan deport, qaysi davlatdan deportingiz bor, zapretingiz bor, pasport orqasiga pechat bo'lsa, Gruziyaga kelib o'tirmang. Agar pasport orqasida pechat bo'lmasa, hech qanaqa uni daxli yo'q sizni sayyoh bo'lib kelishligingizda.